Xiva Elektroset buyum bozori azizlar, 156 magazinni obzor edecekmen. Bu yerda asosan detskiy kiyimlar sotiladi azizlar. Hozir ichona girib ko'rib chiqamiz baholarni. Avvalambor orientirni aytib o'tchakman sizlarga. Bu yerda Eko bozor bor, ya'ni dehqon bozorining pavilyoni ishora giradigan darvozasi. Bu darvozasi Gunchqor tarafi yo'q. Ko'laga qaraganda siz tushunasizlar. Elektroset yo'lini qaragan xolos darvozasi. Shu yerdan kirib kelganda Eko bozorning ichine girmeyin. Shunda yonboshlab kelaverganingizda qassobxonalarda o'tib ish qatorida 156 magazin shu yerda joylashgan. Eng sifatli ajoyib hamyonbop narxlarda beradilar kiyimlarni. Sifatli kiyimlar 156 magazinda. Assalomu alaykum hojani. Charchamadingizmi? Yo'q. Endi men obunachilarim uchun o'sha kiyimlarni bir obzor etib bersangiz yaxshi bo'lar edi. Baholari bilan tanishtirib o'tsangiz. Necha yoshdan necha yoshdan bo'lgan bolalar kiyimlar bor bu yerda? Bir de şu aylık baladan ta 7-8 sınıf ballarıca boladı giyimlerimiz. Yani O'g'il farzand uchun ham, qiz farzand uchun ham bor kiyimimiz. Baba. Ne şu cinsiyelerimiz, troykalarımız her yıl 1. sınıftan ta 5. sınıfgacha boladı. 200.000 so'm, qaytib 180.000 so'ma beramiz. Razmerlari bor. Razmerleri bor, hammasi bor. Xo'shayverishlarimizni, qo'ftutkalarimizni ko'ringina, chiroyli, dumajoyi. Yangi modellar o'xshaydi, bulardan boshqacha narsa ekan. Necha so'mdan duvoykan bu? Hava bular qo'ftutga 180.000 so'm deb turibmiz. 1 yoshdan 5-6 yoshgacha bo'ladi. Kelishtirib berasizmi mana obunachilarni? Kelishtirib beramiz, kelaverasizlar. Navajlarimiz dum ko'p, bizlar. Tovar ko'p ekan azizlar. Qoftutkalar, her xil ko'ylaklar chiroyli, bor, duvoykalarimiz. Ko'ravering. Yine aksesuarlar ham bor, ajoyib qizlarniki, xushro'y. Xushro'y ko'ylagingiz necha so'm? Bularni 70.000 so'mga beramiz. Endi duvoykalarimiz bor chiroyli. Necha so'm deb turibsiz? Bular 150.000 so'm. 150.000 so'm. Gelin ko'ylaklaringiz necha so'm? Gelin ko'ylaklarimiz ham har xil. 100.000 so'mdan ta 250.000 so'mgacha bor. Ana shu qizil kostyum bilan birga beriladimi yo отдельный sotiladi? Kostyumi bilan birga ular. Necha so'm kostyumlisi? Buni kichkina pachkasi bor, 1 yoshdan 5 yoshgacha 200, qaytib 180.000 so'mlara beramiz. Kattasi 250.000 so'm. Mana shu vishipka ko'ylaklarimiz ham yangi keldi ana, tepadan ko'ringanda 3 xil sveti bor. Azizlar, vishipka ko'ylaklar bor. Katta qizlar ham bo'ladi bu ajoyib ko'ylaklar. Yoski necha so'm? Vishipkalar. Bular 200.000 so'mdan berib o'tiribmiz. 200.000 so'mdan. Kanalimiz a'zolariga arzon berasizmi? Alloh kelaverasizlar. Arzon etib qaytib beramiz. Xushro'y ko'ylaklar azizlar, puluna loyiq narsalar bor bu yerda. Brend kiyimlar hammasi. Nechun qimmat deyish yo'q. Gelib ko'rasiz sifatini, dim zo'r narsalari. O'g'il bolalar uchun ham vajdan Bu ham o'g'il bolalarimiz uchun ko'ring. Yozgi vajlar keldimi? O'g'il bolalar uchun dim xushro'y ranglarda, dim xushro'y jinsilarni. Necha so'mdan troykalar? Bular 80.000 so'mdan birinchi, ikkinchi durg'anlarimiz. Bunda katta razmerlarini 140, 150, 120.000 so'm ham bor. Bular razmerine qarab, sifatine qarab kelaverasizlar. Bundalar necha so'm? Ular 100.000dan. Duvoykamiz yana qaytib 90-85.000 so'm ham beramiz. Pastda nelar ham bor ekan? Kichkinalar ham bor. Mittivoylarimiz, chiroyli vajlarimiz bor, imondayna. O'jilarimiz bor, chiroyli. Necha so'm bular? Oylik bollari bo'ladi. 50.000 so'mdan beramiz. 50.000 so'mdan mod vajlaylar. Dim sifatine gap yo'q, dim chiroyli narsalar. Bunda qizlarimiz beramiz. Dim xushro'y ekan, ajoyib kiyimlar. Bolalarni xushro'y etib qo'yishni yaxshi ko'radigan qizlarni ishga chaqiraman azizlar. Shuni tavsiya etaman. 156 magazinni chiroyli kiyimlar ish yerda ekan. Endi duvoykalarimiz ham chiroyli qizlarni. Toza kiygan duvoykalar qizlar uchun. Bir yip tortilib turadigan ekan. İştahlar ham uzun ekan. Gelin ko'ylaklar har xil svetda bor ekan azizlar. Ularaq bolalar uchun ham, o'g'il bolalar uchun ham kiyimlar bor. Bu gelin ko'ylaklaringiz necha so'm? Ish oqi necha so'm?
Hakkını 120 min somdan beremiz abonaçılarınıza. 120 beresiz. Ava. 150 de kayıt berip oturuverdik. 120'den beremiz. Bu çitdeki neçə som? 200 mindən koft yüpkemiz. Bu Çıraylı. kalınraq oxşuydu. Ama bu kalınrak indi. Səvəl ulan alıp yengelerine gəlemiz indi qaraklarından. Neçə som dediniz onu? Ola 200 mindən. Ondan qayıt bəriləmi? Ama gələversələr gəlişib beremiz. Moşni yüpkələrin bazı hisçalarımız üçün yine. Yüpkələr nədən bəstərsiniz? Şu yüpkelerimiz yine 150 minyədir, 130 ət beremiz. Hər xil svetləri var. Svetlər var ki, yine əzizlər. Dəm xoşroy yüpkə, svetlərən badəb tutdular yine. Dəm xoşroy nərsələr var ki. Taza modada yine. Gəlişdirib belədilər. Abonaçılarımıza kanalda görüyenimizden Gəlişdirib aytsanızlar. beremiz. Gəlişdirib bərilədi vəclə. Oğul ballara mina çıraylı finkelerimiz hazır. Yine şu finkelerin hər xil svetləri var görünlər. Yine. Neçə som ekan? Ola 120 min somdan. Hər xil svetləri var. Yine svetləri qara. var. Yine bu çalurlarımız belə yaxşı satıb durmuz yine. Çalurunu yaxşılab görüb verədik. Düm çıraylı çalur ekan. Vallahi. Yine xıbı, acayip, düm sifətli nərsə ekan. Neçə som bu? Bu çalurlarımız 100 min somədir. Gəlişib beremiz, gələ verədilər. Qayıt bərədilər ekan əzizlər. Bunu kiçkinə raqları, ulu raqları bam ya ulusu işi mi? Bundan hem kəttələr var. Hə, o kəttəsən başımda. Yine şu finkelər belə yaxşı satıb durmuz yine. Zor düşədi. Yine. Yine əzizlər, düm xoşroy nərsə. Yine. Nəsin neçə som ibısı, futbolkası? Bu 120 min somədir. 120 Bundan min qayıt som. beremiz. Hər xil svetləri var yine. Sifətinə gəp yox lekin. Yine bu aranjuvaya mazdım moda otubdu. Altları var yine. Bardoyu. Çıxıb svetləri köp. Yaxşısı odanızda versin həcvənə. Sağ olun, boğaysız. sərəm, rəhmət. Gəlib durunlar. Rəhmət. Əzizlər 156-cı mağazində kütüb qalamız. Gələ verəsizlər.